154 gram 10% natriy gidroksid eritmasi 6 faraday tok bilan elektroliz qilinganda necha foizli eritma hosil bo'ladi? Berilishini yoza olamiz. Demak, natriy gidroksid eritmasi ekan. Eritma bo'lgandan keyin tarkibida erigan modda natriy gidroksid va suv bo'ladi. Shu eritmasi ekan. Boshlang'ich eritmani demak 154 gram ekan. Eritma. 10% ekan. Foiz konsentratsiyasi. Va undan 6 faraday tok o'tibdi. 6 faraday tok o'tganda elektroliz bo'ladi. Natriy gidroksid eritmasida suv elektroliz bo'ladi. Natriy gidroksid emas, suv elektroliz bo'ladi. Demak, elektrolizda katodda vodorod, anodda kislorod chiqadi. Tenglashtirib olamiz. 2 qo'ysak, bu yerga ham 2 qo'ysak, vodorod 4 ta to'g'ri keladi, kislorod 2 ta to'g'ri keladi. Gaz bo'lib chiqib ketadi. Suvni hammasi odatda elektroliz reaksiyalarida, suv parchalanish reaksiyalarida hamma suv parchalanmaydi. Bir qismi parchalanib, bir qismi qolib ketadi. Qolib ketgan suv suvligicha chiqadi. Va natriy gidroksid ham reaksiyada qatnashayotganda, shuning uchun natriy gidroksid bo'lib chiqadi. Natriy gidroksid qolib ketgan suv bilan birgalikda hosil bo'lgan eritma bo'ladi. Bu o'sha hosil bo'lgan ikkinchi eritma. Suv qolib ketgan, odatda qolib ketadi ko'pincha masalalarda. Bu yerda qolib ketganini qattan biling, elektrolizdan so'ng hosil bo'lgan eritma deyapti. Eritma hosil bo'lishi uchun suv bo'lishi kerak, hosil bo'lgan eritma. Suv bo'lishi uchun hamma suv parchalanmagan bo'lishi kerak, elektroliz bo'lib. Qanchadir suv qolib ketgan bo'lishi kerak. O'shandagina natriy gidroksid suv bilan chiqadi. Demak, o'tkazilgan faraday 6 faraday ekan. Demak, 6 faraday tok o'tgan ekan. Bu orqali molni topa olamiz. Reaksiyada qatnashgan moddani, ya'ni suvni. Suv reaksiyada qatnashyapti. Shunga tegishli bo'ladi faraday. Faradayni ekvivalent mahrajiga bo'lsak, mol chiqadi, mol kelib chiqadi. Faraday 6, ekvivalent mahraj topshirmasini topib qo'yamiz. Ekvivalent mahraj topish uchun valentlining indeksi ko'paytiriladi. Agar suvda oladigan bo'lsak, suvda vodorod 1 valentli. Vodorod orqali hisoblasak, valentlikni indeksiga 1 ni 2 ga ko'paytiramiz, 2 chiqadi baribir. Yoki kislorod orqali 2 ni indeksiga ishlasak 1. 2 ni 1 ga ko'paytiramiz, 2 chiqadi baribir. Demak, vodorod orqali va kislorod orqali farqi yo'q. Demak, suvning ekvivalent mahraji 2 ekan. 6 ni 2 ga bo'lamiz, 3 mol ekan. 3 mol suv elektroliz bo'libdi. Demak, 3 mol suv bu 54 gram. Qanaqa topdik? Demak, mollar molar massasiga ko'paytiriladi. Molar massasini topish formulasi Mendeleyev orqali topiladi. Mendeleyev jadvali orqali vodorod 1, 2 kislorod 16. 16 ga 2 18 bo'ladi. Demak, 3 kara 3 mol. 3 kara 18 54 gram ekan suv. Demak, reaksiyaga kirishgan, gazlarga parchalanib ketgan, ya'ni elektroliz bo'lgan suv 54 gram ekan. Umumiy 154 gram edi. Va 54 grami elektroliz bo'lib chiqib ketdi eritma tarkibidan. 154 gramdan 54 gram chiqib ketsa, qancha qoladi? 100 gram qoladi. 154 dan 54 ayiramiz, 100 gram. 154 dan 54 ayiramiz, 100 gram eritma hosil bo'libdi. Natriy gidroksidni massasini topa olamiz. Demak, umumiy eritma 154 gram bo'lsa, bu 100% ekan. 154 gram 100% bo'lsa, foiz konsentratsiya natriy gidroksidniki 10% ekan. 154 gram 100% bo'lsa, 10% topish kerak. X qo'yamiz, proporsiya bo'ladi. X topish uchun 154 ni 10 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 154 10 ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Ikkalasi qisqarib ketadi. Mana bu 0 bilan 0 qisqarib ketadi. 154 10 ga bo'lsa 15.4 gram natriy gidroksid massasi topildi. 15.4 gram. O'sha natriy gidroksid, mana shu natriy gidroksid. Hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini toping degan. 100 gram eritma bo'lsa, 100 gram 100% da, ya'ni eritma 100% da. 100 gram 100% bo'lsa, erigan modda 15.4 gram. 15.4 gram x proporsiya orqali topamiz. 15.4 100 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 15.4 100 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 100 bilan 100 qisqarib ketadi, 15.4 o'zi qoladi. 15.4% hosil bo'lgan eritma, demak 15.4% li eritma. To'g'ri javob D varianti.